Ko'ngillarga shodlik, qalblarga iliqlik olib kiruvchi tabriklar loyihasi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farog'at opa, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Opajon, avvalambor sizni bugungi go'zal ayyomlaringiz, hayotingizdagi eng unutilmas kunlaringizdan biri bo'lmish Rasulimizga ummat bo'lgan muborak shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, ilohim umringiz uzoq bo'lsin, Allohim barcha yaxshi niyatlaringiz ro'yobini bersin. Ayni daqiqalarda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Dilizxorlarim loyihasi va boshlovchisi Mashhura Jo'rayeva bo'laman. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Rahmat opajon, bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan loyihamizga bir mehriboningiz, yaqiningiz tomonidan siz uchun yo'llangan chiroyli tilaklar, samimiy tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Shu maqsadda siz bilan bog'landik. Rahmat. Sog' bo'ling, nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Endi hammasi yaqinlarim. Mashalloh, albatta. Hammasi yaqinlarim. Men shaklinchi uzoqman. Albatta, mashalloh. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan shu jumladan akajoningiz Azimjon aka, singiljoningiz Faridaxon opa, ukalaringiz Nozimjon, Qosimjon akalarimiz, kelinlaringiz Dilfuzaxon, Marhaboxon, E'zozaxon, jiyaningiz Ahmadillo, Dilora, Mahbubaxon opalarimiz hamda barcha yaqinlaringiz nomidan jiyaningiz Dilafruzxon opamiz tabriklayaptilar. Rahmat. Sog' bo'ling. Shu bilan birgalikda ammajonim uchun chiroyli tilaklarim, dilizxorlarim bor. Sizlar yetkazib bersangiz yanada go'zal bo'ladi deya biz tomon yo'llab qolibdilar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshittirib qo'yamiz, qabul qilib olasiz. Rahmat. Mayli. Assalomu alaykum, mehrda tengsiz, sabrda cheksiz, bizlar uchun aziz va qadrli Allohimning yerdagi farishtasi, jannatdagi gullarning eng sarasi, barcha yaqinlari uchun birdek ardoqli, hammaga birdek mehribon, doim yaqinlariga mehri oshib toshib turadigan mehribonim ammajon, avvalambor bugungi Rasulimizga ummat bo'lgan muborak yoshlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Sizga bugungi muborak kunda chinor umridek uzoq umr, bahor gullaridek go'zallik, asaldek totli hayot tilab qolaman. Allohim har doim o'zi panohida asrab, faqatgina shod-u xurramli, baxt saodatli umr ato etsin. Barcha orzularingiz ro'yobini bersin. Yetuk, komil, ihson qilishga qodir insonlar qatorida nasib aylasin. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug', tanangiz sog', tolingiz baland bo'lsin. Allohimning har ikki dunyosida ham o'zi suygan, o'zi siylagan bandalari safida bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim hayotingizda yaxshi kunlar bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Ko'zlaringiz faqat yaxshi kunlarga guvohlik qilsin. Inshaalloh Baytullohlarga takror va takror chorlasin. Barcha mehribonlaringiz baxtiga sog' salomat o'ynab kulib yurishlikka Alloh hamisha nasib aylayversin. Tabriklayman ammajon, yana bir bor tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Ammajon, buncha yaxshisiz, uyimizning ko'rki, qalbim naqshsiz, otamning jigari, davlatimizsiz. Ammajonim, siz bizni savlatimizsiz. Bunchayam yoqimli tarovatingiz, menga o'tgan sizni mahoratingiz. Har uyimizga kelganingizda bosib turar sizni salobatingiz. Sizdan kelib turar jannat islari, eng kuchli mehrni sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi amma, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Ammalar ichida a'losidirsiz, gullar ichida ra'nosidirsiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidirsiz. Sizni o'zgacha yaxshi ko'radi qarindoshlarning barchasi. Tilayman hammaning bo'lsin sizdayin go'zal, mehribon bir ammasi deya samimiy tilaklariga yakun yasabdilar. Rahmat hammasiga. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Bugungi ayyomlaringiz
uzoq umr, baxt-saodat tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Akam ham, singlim ham, jiyanlarim ham, qizlarimiz ham hammasi. Bolalarning baxtiga chiroyli bo'lib yursin, umrlari uzoq bo'lsin. Akam ham doim bosh bo'lib yursin bizga. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Dard chekmasin, azob chekmasin. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling. Bugungi ayyomlaringiz bilan men ham sizni chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Go'zal yuzingizdan, kulgu labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Har doim mana shunday yaqinlaringiz baxtiga o'ynab, kulib, sog' salomat, baxtli hayot kechirishlikka Alloh nasib aylayversin. Rahmat. Yana bir bor tabriklaymiz. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Siz uchun atalgan yana bir sovg'amiz bor. Chiroyli bir taronamiz shu jiyaningiz tomonidan yo'llangan. Dasturlarimiz davomida kanalimiz orqali tinglab bahramand bo'lishingiz mumkin. Rahmat. Mana hammasi tabriklab kelib o'tirishibdi. Bularga ham katta rahmat. Mashallah. Bularga ham umrlari uzoq bo'lsin. Mashallah. Bolalari bilan chiroyli bo'lib yurishlik nasib qilsin. Bolalarini orzu havaslarini ko'rsin hammasi ham. Ilohim aytganingiz kelsin opajon, sog' bo'ling. Yaxshi o'tkazib oling. Yana bir bor ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Rahmat. Ishinglar bardavom bo'lsin. Rahmat opajon. Bolalaringlar baxtiga chiroyli yuringlar o'zinglar ham. Oila Rahmat. a'zolaringiz baxtiga. Ilohim boringizga shukr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor tanishganimizdan xursandmiz. Sog' bo'ling.